Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi bitirgan ishlarimiz Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishlog'iga o'rnagan Zolotoy dub profil oynaylari 2 qavat shotlankalik ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli proyekt bo'lgan. Ob-havo yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan chiroyli qilib ishlarimizni bitirib klientga topshiryapmiz. Xo'p, yaqindan ko'rinishi Alkafon bilan apshika bo'lgan ustullar har doimgidek. Taglari Alkafon 60 cm. Xo'p. Ko'rishlari mumkin. Mana romlar shotlanka bo'lmagan. Xo'sh, mana eda ikkita romni shotlanka gullari bilan chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Ko'rib baho beraverasizlar. Eshiklarimiz balkon, ichkariga ochilish profillaridan bo'lgan. Xo'sh, kadrni yonboshlatib ko'rinishi. Ranglari Zolotoy, akfor 3 zamoklar. Ko'rishlari mumkin. Ochib yopilishi yengil. Tagi eshiklarga 70 cm joyda Alkafon bo'lgan. Mana bir qator bir boshdan ko'rinish. Hurmatli mijozlar, mana shunaqa shotlankali eshik derazalar terib beraveramiz. Fasoni high-tech har xil fasonlarda terib bitirib beraveramiz. Razmerlariga kelsak, 2.15 ga 2.60 ikkita rom, 1.50 ga 3.15 ikkala shotlankali. Keyin bu tomonda 4 ta rom darvozaxona tomonga ulangan ikkitasi. Ular 1.50 ga 2.60. Xo'sh, bu yoqda ikkita mana shunaqa shotlankali eshik bor, tashqarida derazalar ham bor. O'sh summasi 27 million so'mga mana shu joyda ikkita eshik, 3 ta derazasi bilan bitirib berganmiz. Xo'sh. Ichkari tomondan ko'rinishi shotlankalari bilan liniyalari ham tushgan. Xo'p, shotlankamiz 2,5 cm qalin shotlankadan bo'lgan. Eshik ochilishi, ichkari tomondan qulflanishi yaxshi. Xo'p. Romlarimiz 4 ga bo'linib, bittadan ochilish bo'lgan. Oynaylarimiz yo'divi, o'sha tashqari tomondan, ichkari tomondan tashqarini ko'rinishi salqin. Chiroyli ko'rinaveradi. Mana shunday bir boshdan bu tomondagi romlari